Bitta savol bor edi. Bugungi kunda islomga qarshi bo'layotgan dinda tiklanishi, xalifalikda tiklanishligiga qarshi bo'layotgan kufr xavfliroqmi yoki unga sof bo'lib, masalan, xoinlik qilib, munofiqlik qilib, unga qarshilik qilayotgan taraflarmi? Hozir bugungi kunda qaysi biriga ko'proq qarshi turishimiz kerak? Masalan, buni saroy mullalari deymizmi, boshqa deymizmi? Shularning qaysi biri hozir islomga qattiq nima qilyapti, qarshilik qilyapti? Bismillahirrohmanirrohim. Javob beraveraymi? Menimcha savolni boshqacharoq qo'yish kerak. Bu yerda qaysinisi xavfliroq emas? Ya'ni musulmon ummatining ichida, islom ummatining ichida avvalam bo'lgan xoinlar, munofiqlar bundan keyin ham bo'ladi. Ularni masalan xususan munofiqlarni hech kim bilmagan, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam davrlarida ham bilintirgani, bilingan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari bilganlar, Alloh bildirgan kishilar bor. Bilmaganlari ummaning ichida yuravergan. Biz hozirgi kunda o'zimizni, aytaylik, ummatning ichidagi birodar deb bilgan kishilarni, ya'ni musulmon deb bilgan kishilarni o'zimizga dushman qilib olishligimiz bu yaxshi narsa emas. Nima bo'lsa ham u namoz o'qiyaptimi, musulmonmi, Allohni taniyaptimi? Ha, shunday. Lekin qilayotgan amallarida xato qilyapti. Albatta, biz xatosini masalan unga agar qodir bo'lsak, yetkazib, unga ko'zgu bo'lib, yaxshi bir chiroyli darajada yetkaza olasak, shu yaxshi. Nur ustiga a'lo nur. Lekin uni dushman qilib olib, u bilan kurashishlik, u bilan bir nima deydi, sanamanga borishlik va undan tashqari bir shaxsiyatlarga tegishlik, bu narsalar yaxshi narsa emas. Bu narsa mu'minning sifati emas. Bu Rasul akram sallallohu alayhi vasallam sifatlaridan emas va u kishiga ergashgan sahobalar sifatidan emas va hattoki hamilid da'va, ya'ni da'vatni yetkazuvchilarning sifatlaridan ham emas. U birodarimiz hozirgi kunda xato qilyapti. Agar xato qilayotgan bo'lsa, uni yetkazamiz, to'g'rilaymiz. Agar to'g'ri tavba qilsa, xatosini tark etsa, nur ustiga a'lo nur. Agar u xatosidan, aytaylik, xatosini tark qilmayotgan bo'lsa, Allohning o'zi oldida javob beradi. Biz u bilan dushman qilib olib kurashmaymiz. Ertaga davlat tikkalangandan keyin albatta unaqangi shaxslar o'zlari ma'ruf bo'ladi va ularni jazosi qozining qo'lida bo'ladi. Ertaga davlat tikkalangandan keyin inshaalloh ularni kerak bo'lsa makka o'tir deb turib, qozi keyin jazosini berib qo'yaveradi. Avval eshitadi. Ya'ni ma'ruf kishilar bor. Ko'pchiligini kechirishligi mumkin. Bir xilgilari hattoki Ka'ba pochtiga osilib olsa ham ularni nima qilinadi? Qatl qilinadi. Bunga endi shariat bizga o'zi yo'l ko'rsatib bergan. Asosiy dushmanimiz bu g'arb va kufr ahli. Ya'ni hozirgi kunga qadar musulmonlarning qonini ichib kelayotgan bu g'arb davlatlari va kapitalizm sistemasi, hattoki Rossiya mana necha yil, ya'ni 70 yildan ortiq O'zbekistonni, O'rta Osiyoni qamal qilib, masalan, o'shalarda ustida kufrni tatbiq qilgan bo'lsa, undan tashqari mana hozirgi kunga qadar ham ularga zulm qilib kelayotgan bo'lsa, mana shu asosiy dushmanlarimiz. Kufrni tatbiq qilayotgan va musulmonlarga zarar yetkazayotgan davlatlar, bular aniq davlatlar. Bular bunaqangi davlatlar bilan aloqalari xalifalik davlati tiklangandan keyin aloqalarni xalifa o'zi belgilaydi. Ya'ni muharib fa'lan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni u jang sostoyaniyasida bo'ladigan bo'lsa, ular bilan hech qanaqangi aloqa qilinmaydi. Agar ya'ni muharib hukman bo'lsa, qanaqadir bir xalifani o'zini ijtihodiga asoslangan holatda aloqalar bo'lishligi mumkin. Men shu nima deydi, musulmonlarda o'ziga nima deydi, kofirni singari dushman qilib olgan birodarlarimizga shu narsani nasihat qilib qolardimki, ya'ni Allohdan qo'rqinglar, Allohdan taqvo qilinglar. Bu kim bo'lishidan qat'iy nazar, soqoli uzunmi, kaltami, boshqami,
bu Allohning bandasi hozirgi kunda ya'ni musulmonlikni da'vo qilyapti. Bu asosiy dushmanimiz emas. Asosiy dushmanimiz bu hozirgi kundagi kufr. Kufr siz bilan bizni ya'ni ikkiga bo'lgan yoki bir nechtalarga bo'lib tashlagan, o'ldirayotgan, qonimizni ichayotgan, ya'ni yurtlarimizni bosib olayotgan, boyliklarimizni talon-taroj qilayotgan, hattoki ularni hozirgi kunda malaylari mana ko'ryapsizlar, qayerda bo'lmasin, ummatni mol-mulklarini talon-taroj qilib, ularga qoqi narxiga sotib, mana ummatga xiyonat qilib kelishyapti. Inshaalloh vaqtiki keladiki, hatto ular ham jazosini oladi. Bu vaqt masalasi. Biz Allohning va'dasiga ishonganmiz. Alloh va'dasiga xilof ish qiladigan zot emas. Va Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning bashoratiga ergashamiz va ishonamiz. Yaqin kunlarda bularning jazosi ham Alloh xolasa ko'riladi. Shuning uchun xolis nasihat ularni dushman qilmasinda, birodarlarimiz undan ko'ra haqqa chaqirishlikda davom etsin. Haq bilan haqqa ergashayotganlar bilan birga bo'lsin. Asosiy aytganimizdek, asosiy dushmanimiz bugungi kunlikda musulmonlarning yerlarini bosib olayotgan va musulmonlarni qatl qilayotganlar. Unga Isroil ham kirib ketaveradi, G'arb ham kirib ketaveradi, Rossiya ham kirib ketaveradi. Ya'ni tak dalil.